Diqqat qidiruv. Hurmatli fuqarolar, Izboskan tumani Shodlik mahallasi Beklar to'pi ko'chasi 41-uyda yashovchi 1987-yilda tug'ilgan Sattorova Gulnoza Abdukarimovna shu yilning 1-may kuni Toshkent shahriga ishlash maqsadida chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolgan. Qidirilayotgan fuqaroning belgilari: yuzi dumaloq, sochlari sariq rangga bo'yalgan kalta, ko'zlari jigarrang, qoshlari qora, o'rtacha qalinlikda. Bo'yi taxminan 165 cm atrofida. O'sha kuni ushbu ayolning egnida ko'k rangli shim va ayollar koftasi bo'lgan. Hurmatli yurtdoshlar, agar Sattorova Gulnoza Abdukarimovnani ko'rgan bo'lsangiz yoki uning qayerdaligi haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz 94 255 0233, 94 862 0200, 74 312 26 92, 74 312 40 12 telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Sizning bitta qo'ng'irog'ingiz yoki bergan ma'lumotingiz inson taqdirini o'zgartirishi mumkin. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Sattorova Gulnoza Abdukarimovnaning topilishida yaqinlariga yordam beraylik.